Assalomu alaykum. Qonunchiligimizga ko'ra, endilikda kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga kreditlar ajratiladi. Vazirlar Mahkamasining 612-son kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga kreditlar ajratish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlash haqida qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida Xalq banki va Mikrokredit bank tomonidan noutbuk sotib olish va tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun kichik ishlab chiqarish uskunalari, ko'chma do'konlar, materiallar, skuter va shu kabi boshqa asosiy vositalarni sotib olish uchun garovsiz kreditlar oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari yagona elektron platformasi oila-kredit.uz orqali ajratiladi. Bunda qarz oluvchining arizasi platforma tomonidan skoriy ma'lumotlari asosida avtomatik ravishda tekshiriladi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.